Assalomu alaykum azizlar. Sizlar bilan WorldNews O'zbek kanali va men bugun sizlarga hozirgi vaqtda dunyoning eng rivojlangan davlatlaridan biri bo'lib turgan Xitoy Xalq Respublikasi bilan geosiyosiy ziddiyatga borib turgan Tayvan davlati haqida qisqa ma'lumot berib o'tmoqchiman. Tayvan orol davlat bo'lib, rasmiy nomi Tayvan Respublikasi. Xitoy Respublikasi ham deb ataladi. U G'arbiy Tinch okean va Xitoy materigi orasida joylashgan. Maydoni taxminan 35.980 kvadrat kilometr. Aholisi 23,5 million atrofida. Asosiy shahar va poytaxt Taybey. Tayvan aholisining 95% Han xitoylilari, shu jumladan Holo va Hakka tarkiblari, qolgan qismi esa avstronezilik mahalliy xalqlardan tashkil topgan. Tarixiy jihatdan Tayvan qadimdan avstronezilik xalqlar tomonidan ovul bo'lib kelgan. 16-17 asrda bu orolni portugallar, gollandlar va ispanlar nazorat qilgan. 1949-yilda Xitoyda kommunistlar g'alaba qozongandan keyin Kuomintang partiyasining rahbariyati, armiyasi va hukumat tuzilmalari Tayvanga ko'chib o'tgan va u yerda hukumatga asos solgan. Shu vaqtdan Tayvan va Xitoy o'rtasida siyosiy qarama-qarshilik boshlangan. Xitoy Tayvanni o'z tarkibi deb biladi, Tayvan esa mustaqil jamiyat sifatida harakat qiladi. Tayvan siyosiy jihatdan yarim prezident respublikasi bo'lib, oliy rahbar prezident ayni damda Lay Chenge hisoblanadi va parlamentdan iborat. Siyosiy tizim demokratiya prinsiplariga asoslangan va u hududdagi barcha rahbarlik organlari mustaqillikni saqlaydi. Iqtisodiy jihatdan Tayvan jahonda rivojlangan iqtisodiyotga ega. U yuqori texnologiyalar va elektron komponentlar ishlab chiqarishda dunyoda muhim o'rin egallaydi. Tayvan mikrosxemalar, chiplar, noutbuklar va monitorlar ishlab chiqarish bo'yicha yetakchi davlatlardan biri. 1950-1960 yillarda AQSh yordami bilan industriyalashgan va hozirda u global texnologiya tarkibida muhim nuqta hisoblanadi. Davlat iqtisodiy yuqori darajada rivojlangan bo'lib, 2025-yilga kelib Tayvanning yalpi ichki mahsuloti taxminan 880 milliard AQSh dollariga yaqinlashgan. Bu ko'rsatkich orol davlat uchun juda katta hisoblanadi. Bu har bir aholiga to'g'ri keladigan yalpi mahsulot o'rtacha 37-38 ming AQSh dollari atrofida hisoblanadi. Tayvanni dunyo Osiyodagi eng boy hududlar qatoriga qo'yadi. Iqtisod asosan yuqori texnologiyalar, elektronika, mikrochiplar va eksportga yo'naltirilgan sanoatga tayanadi. Religiya va madaniyat jihatdan Tayvanda buddizm va daosizm keng tarqalgan. Xristianlik kichik qismini tashkil qiladi. Qadimiy astronezim madaniyati va Xitoy an'analari hanuz saqlanib qolgan. Xalqaro aloqalarda Tayvanning asosiy strategik sheriklaridan biri bo'lib, AQSh hisoblanadi. U Tayvanni qo'llab-quvvatlaydi va Xitoy bilan qarama-qarshilikda strategik ahamiyat kasb etadi. Tayvanni ko'p davlatlar rasman tan olmaydi, lekin iqtisodiy shartnomalar va xalqaro tashkilotlarga qo'shilgan. Tayvan va Xitoy o'rtasidagi siyosiy nizo xalqaro tan olish cheklovlari va xavfsizlik tahdidi davlatning asosiy muammosi hisoblanadi. Tayvan tarixiy, madaniy, iqtisodiy va siyosiy jihatdan murakkab davlat bo'lib, Xitoy bilan munosabatlari va xalqaro ahamiyati global geosiyosiy jarayonlarda muhim rol o'ynaydi. Shu o'rinda Tayvan armiyasi to'g'risida qisqacha ma'lumot berib o'tmoqchiman. Tayvan armiyasi asosiy 3 qismdan iborat: quruqlik qo'shinlari, harbiy havo kuchlari va harbiy dengiz kuchlari. Faol xizmatdagi harbiylar soni taxminan 170 ming nafarni tashkil qiladi. Shu bilan birga zaxiradagi kuchlar ham mavjud. Armiya zamonaviy texnologiyalarga tayangan holda qurollantirilmoqda. Ayniqsa havo mudofaasi, raketa tizimlari va dengiz xavfsizligiga alohida e'tibor qaratilgan. Qurol-yarog' va harbiy texnologiyalarning katta qismi tashqi sheriklar orqali xarid qilinadi. Tayvan iqtisodiy jihatdan kuchli bo'lsa-da, geosiyosiy xavflar tufayli mudofaa sohasiga katta e'tibor qaratadi. Aholi daromadi yuqori bo'lgani sababli davlat ichki barqarorlikni saqlab qolishga harakat qiladi. Shu omillar Tayvanning kichik hududga ega bo'lishiga qaramay, iqtisodiy va harbiy jihatdan mintaqada muhim o'yinchiga aylanishiga sabab bo'ladi. E'tiborlaringiz uchun rahmat. Kanalga obuna bo'ling va qo'llab-quvvatlang.